Assalomu alaykum. Qadrli obunachilar. O'zbekistondagi hamda Rossiyadagi yurtdoshlarimizga bag'ishlaymiz bu safargisini. O'rtoqlar, video qilmadim, ancha vaqt video chiqarmadim. Ko'pchilik Telegramga yozdi. Aka, ne video chiqarmay qo'ydingiz? Ishlamayapsizmi? Anchadan buyon kuzatamiz sizni. Deyishgan uchun mayli, yana video chiqarishni boshladim. To'g'risi aslida bu qanchalik oson yoki qiyinligini bu sohada ishlagan odam biladi. Tashqaridan ko'rgan odamga uncha odamning ishi bilinmaydi, ya'ni osondek, yengildek tuyuladi. Aslida bu juda qiyin narsa, ko'pchilik bilan ish olib borish. Mana kecha videodan keyin qanchadan qancha odam Telegramga yozgan bo'lsa, o'rtoqlar, bitta narsani to'g'ri tushuninglar. Yana boshlandida mana nuqta qo'yish, vergul jo'natish, stiker jo'natish yoki qisqa qilib salom deb jo'natish. Maqsadga o'tish kerak o'rtoqlar, srazu. U unaqa qilganingiz yaxshi narsa emas. Sizga o'xshab nechtasi shunaqa stiker, vergul, nuqta, o'ndoq, so'roq, boshqa narsalarni jo'natish bilan ovora. Bu narsa juda xato narsa. Maqsadingiz nima? Srazu yozing, голосовой qilingda, bittada so'rab qo'ya qoling, osonroq qilib. Shtobi sizni ham ishingiz tezroq bitsin, menga kelgan SMSlar ham tezroq javobini qaytaring. Keyingi masalada o'rtoqlar, biz dokument qilmaymiz o'rtoqlar. Qilinmaydi. Iltimos profilga kirib bir qator ko'rib chiqinglar yoki viza qilamiz, katta pobita qilamiz deb bu yaqin o'rtada aytilmagan. Biz to'xtatganmiz. Приглашение chiqarishi, katta pobita qilishni to'xtatganmiz. Lushi qiladigan odamlarga bog'lanib, mana internet saytlarga kirsanglar, hozir TikTokda ham, YouTube'da ham, Instagramda ham juda ko'p odamlar bor. Aynan shu soha bo'yicha shug'ullanayotgan. Yaxshisi buni qiladigan odamga chiqsanglar, tezroq ishlaringiz bitadi. Bizda Yevropaga kirib kelgan odamlar uchun aktual vakansiyalar bor bo'lsa ishga joylashtiramiz. Bo'lmasa aytib o'tganimdek kuryerlik, taksichilik bo'yicha bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Hostel kerak bo'lsa murojaat qilishingiz mumkin. Kunlik hostel kerakmi sizga, oylik hostel kerakmi? Ulardan yordam qilamiz, gap so'z yo'q. Lekin dokument bo'yicha, viza, karta pobita bo'yicha, iltimos, приглашениyalar bo'yicha bizdan so'ramay qo'yaverasizlar. Sababi biz bu narsalar bilan shug'ullanmaymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Videoni tanish bilishlarga jo'natib qo'yinglar. Shtobi bu narsadan xabari bo'lsin. Shunga qarab ish qilamiz o'rtoqlar. Omon bo'lasizlar.